Rasululloh alayhisalom 40 yoshga yaqinlashgan paytlarida Hadicha onamizdan bir maydalangan tolqonni olardi idishga va bir idishga suv olardida Hiro g'origa chiqardi. Tahannus degan ibodatni qilardi. Tafakkur qilardi. Bu ko'rib turgan go'zal olamni orqasida bitta yaratuvchi bor ekanligini payg'ambar alayhisalom bilardi, ammo u zotni ochiq, yorqin bir yo'li yo'q edi. Mana deydigan bir yo'li yo'q edi va mana shuni istashlik uchun payg'ambar alayhisalom Hiro g'origa chiqqan. G'orda tahannus degan ibodatni qilib o'tirgan vaqtlarida oldilariga Jabroil alayhisalom keldi. Va nima dedi? O'qing dedi. Ma ana biqori, ya'ni men o'qishni bilmayman dedi. Jabroil alayhisalom qattiq qisdilar. Payg'ambar alayhisalom aytdiki, menga ozor beradigan darajada qisdi deydi. Yana takroran o'qing dedi. Yana payg'ambar alayhisalom ma ana biqori, men o'qishni bilmayman dedi. Ana shu vaqtgacha na o'qishni, na yozishni bilmaydigan zot Rasululloh alayhisalom 3-bor Jabroil alayhisalom qisdida o'qing dedi. Yaratgan Robbingizni nomi bilan o'qing. Bilamizda, Iqro bismi robbikallazi xalaq oyatlari payg'ambar alayhisalomga eng birinchi Qur'oni Karimda nozil bo'lgan oyatlardan 5 ta oyati nozil bo'ldi. Sizni yaratgan Robbingizni nomi bilan o'qing dedi Jabroil alayhisalom. Va payg'ambar alayhisalom ana shu vahiylarni olar ekan, oyatlarni olar ekan, qo'rqqan holatda Hadicha radhiyallohu anha onamizning oldiga kelib, shunday holat bo'ldi, men o'zimdan qo'rqdim dedi. Hadicha onamiz qo'rqmang dedi. Qo'rqmang, Alloh sizni zoya qilmaydi. Chunki siz yetimlarga yordam berasiz, qarindoshlardan xabar olasiz, insonlarning mushkullarini oson qilasiz. Alloh sizni zoya qilmaydi dedi. Va Hadicha onamiz amakilari Varaqa ibn Nawfalga payg'ambar alayhisalom yetaklab bordi. Birodaringizni o'g'li Muhammaddan u zot aytayotgan so'zlarga quloq soling dedi Hadicha onamiz. Varaqa ejiyan nima hodisalar bo'lganini menga aytib berdi. Va payg'ambar alayhisalom aytib berdi, bunday bo'ldi, bunday bo'ldi. Bu nomus, bu Jabroil dedi. Qaniydi agar sizni qavmingiz sizga ozorlar berib, sizni quvlab chiqqan paytda men yosh bo'lsam, sizni oldingizda turardim dedi. Payg'ambar alayhisalom hayron bo'ldi. Qanday meni qavmim meni quvlab chiqadi, amin deyayotgan bo'lsa, menga ishonayotgan bo'lsa, dedi. Varaqa ibn Nawfal aytdiki, sizdan avval bu haq dinni olib kelgan har qaysi payg'ambarga o'z qavmlari zulm qilgan dedi. Mana shunday holatda zulm ko'rsatishgan dedi. Payg'ambar alayhisalom keldi va vahiy uzilib qoldi. Payg'ambar alayhisalom ko'chada kelayotgan paytda Jabroil alayhisalom o'zini holatida ko'rinib, payg'ambar alayhisalomga salom berdi. Salom berdi, payg'ambar alayhisalom qo'rqib ketdi va yugurib Hadicha onamizning oldiga kirdilarda, zammiluni, meni o'rab qo'ying deb payg'ambar alayhisalom shunday qattiq qo'rqib ketdi. Hadicha onamiz radhiyallohu anha payg'ambar alayhisalomni o'rab qo'yar ekan, Jabroil alayhisalom 2-oyatni olib keldi. Qaysi oyat edi 2-oyat? Ya ayyuhal muddassir qum fa anzir. Turing, insonlarga Robbingizni yetkazing. Ya'ni islomga insonlarni da'vat qiling va Robbingizni ulug'lang oyati nozil bo'ldi.